Bunaqa bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Bolajonlarimning eng sevimli shirinligini tayyorlaganda retseptini sizlar bilan bo'lishga keldim. Hech yo'q, shunaqasi ham bo'lib turadi. Birinchi bo'lib ishimizni savli pechenkasini tayyorlashdan boshlaymiz. Un, bodom uni, shakar upasi hamda sariyog'ni yaxshilab urib olamiz. Alohida idishda ozgina tuz bilan yaxshilab aralashtirib, massamizga qo'shib xamir qorib olamiz. Shunaqa mo'rt xamir bo'ladi. Ikkita pergament orasida yoyib, maxsus qoliplarda kesib olamiz. Agar sizda qolip yili bo'lmasa, o'zingiz xohlagan formada kesib olsangiz ham bo'ladi. 5 daqiqada pishib chiqqan pechenkalar soviguncha bolajonlarimni xursand qiladigan kirishkilarni obzor qilamiz. O'zimga olganim yo'q, xavotir olmanglar. Farzandlarimga ham beraman. Har bittasini ichidan 2000-5000 so'm chiqargandan siqilib ketib, qachida ochishni boshladim. Oxirida esa 200 ming TL ham chiqdi. Bir korobkadan qancha pul chiqqanini hisoblab turinglar. Video davomida aytaman. Ungacha kiring. 5% qaymoq hamda shakar upasini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Sovigan pechenkalarimizni ustidan nasatka yordamida siqib chiqaramiz. Agar sizlarda nasatka bo'lmasa, bemalol qoshiq yordamida sotib chiqsanglar ham bo'ladi. Ko'ra bezatasiz va 10 daqiqada shirinligimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Qancha jami 460 ming so'm chiqdi. Sizlar ham bitta olib ko'ringlar.